shu yergacha yetib kelishimizga asos bo'lib turgan, bizni ma'naviy ko'tarib turgan kitoblarimiz, o'sha manbalar haqida gaplashaylik. Xo'sh, qo'lyozma manbalar haqida demak. Endi bizning ham nomimiz bir necha marta o'zgargan-ku. Shuni bitta ipga tuzish uchun o'sha siz so'rayotgan qo'lyozma manbalar kerak. Kitoblar kerak. O'sha kitoblar, qo'lyozma manbalar bo'lmasa, biz to'ronlar boshqa bo'lib chiqadi, turkistonliklar boshqa bo'lib chiqadi, keyin o'zbeklar ham boshqa bo'lib chiqib qoladi. Xayriyat, mana shu kitoblar bor ekan, ichida qo'lyozmalarda ma'lumotlar yozib qoldirilgan ekan. Biz o'zimizni hamma nechta nom bilan atalsak ham bitta tub xalq ekanligimizni anglaymiz. Busiz iloji yo'q. Shuning uchun kitobning ahamiyati millatni tutib turadigan juda muhim bir jihat. Millat o'zi qachon yo'qoladi? Birinchi til yo'qoladi. Tili zaiflasha boshlaydi, til tarqaladi. Keyin hamma chet tildan, xorijning tillarini o'rgana boshlaydi. Ingliz yo rus tili deymiz. Bu endi bizga zarba. Biz asta-sekin o'zimizni yo'qota boshlaymiz. Bu bor narsa, tabiiy narsa. Biroq kitoblar yozib, o'zimizning tillarda yozilib, bu haqiqatan ham millatga, xalqqa singib boraversa, bu millat yo'qolmaydi. O'rtada kitob eng buyuk vositachiga aylanib qoladi. Shuning uchun kitob ko'targan odam degan nomni yaxshi topibsiz. Mana bizda yagona bo'lib kelgan shu paytgacha. Abraham Beruniy nomidagi sharqshunosning usti qo'lyozmalar xazinasi bor. Shu yerda 27 mingga yaqin, xuddi aynan jild, buni biz jild deymiz. Jild kitob bor. Ba'zi bir jild kitoblarda 70 tagacha, 100 tagacha asar bor ichida. Asar bilan qo'lyozma jild bo'lak narsa. Shuning uchun 27 mingga yaqin jildda 40 mingdan oshiq 45 mingga yaqin asar bor. Hozir aniq. Uni maydalab yana ro'yxat tuzilyapti, kataloglar tuzilyapti-da, boshqatdan ham elektron raqamli katalog tuzilyapti. Asarlar soni oshyapti. Jild oshmaydi, lekin asarlar soni oshaveradi. Endi 27 mingga yaqin deganim, buni biz hech qachon aniqini ayta olmaymiz. Chunki bir kunda yo bir oyda o'zgarib qolishi mumkin. Xalqdan, eldan kitoblar, yozma manbalar sotib olish yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun bir raqam o'zgarib turadi. 26 mingdan allaqachon ko'p edi. Lekin hozir 27 mingga yetib, yetmay qolgandir, shuni atrofida to'plangan. U ham 3 taga bo'linadi. Asosiy xazina deymiz. U yerda 14 mingga yaqin kitob bor, jildi bor. Keyin ikkinchi xazina deymiz. U yerda ko'p kitoblar. Bu yoqda nusxasi ko'p bo'lsa, bu qo'lyozma keyin kelgan bo'lsa, ikkinchi xazinaga qo'yilyapti hozir. Avvaldan shunday bo'lgan. Keyin sifatsizlari bor. Sifatsiz deganim ikki xil. Biravi kitob yaxshi saqlanmagan. Foydalanish qiyin. Ikkinchisi shu yerda zo'r narsalar, qiziq narsalar ketadi-da. Ikkinchisi yozuvning o'zi ham yaxshi emas ba'zilarda. Dunyoning boshqa xazinalarida ulardagida bizdan ustunroq tomoni bor. Yozuvlari zo'r. Iloji boricha. Keyin uchinchisini ham birdan aytib ketay. Buni keyin tushuntiraman. Ham Sulaymon qo'lyozmalar xazinasi bor. Bizda 3 ta asosiy unisning eng asosiy xazinasi uchalasi. Qadimdan bobolarimiz yozgan, yasagan, tuzgan kitoblar ular. Qo'lyozma kitoblar. Ba'zilari charmdan ishlatilib, muqova qilingan, ba'zi muqovalar san'at, ichi o'ndan san'at, yozuvni ba'zan bunday varaqlaysizda o'qishdan to'xtaysiz. Yozuvni o'zini tomosha qila boshlaysiz. G'ubori, shikasta har xil turi bor-da. Nastalikda ham hamma har xil yozgan. Demak, bizda 3 ta xazina faqat qo'lyozmalar. Hujjatlar qo'shmadim. Hujjatlar alohida o'zi fond. Keyin tosh bosmalar bor. Tosh bosmalar 40 mingdan ko'proq. Shunday katta xazina turibdi. Endi buning o'zining tarixi juda qiziq. Faqat buning tarixi hali yozilmagan. Rasman aytadigan bo'lsak, 1943-yilda hozirgi biz milliy kutubxona deymiz-ku. U paytlar xalq kutubxonasi bo'lgan. Shuning bir bo'limi
qo'lyozmalar bo'limi ajratib chiqarilgan. Alohida joyga qo'yilgan. Keyin institut tashkil qilingan. Ilmiy tekshirish instituti bo'lgan. Keyin Abdurahim Beruniy nomi berilgan. Va keyin qo'lyozmalar yig'ib boshlangan. Bu juda sodda, oddiy tarixi. Aslida bu kitoblarda shunday qo'lyozmalarni ko'rganingizda men ham buni aslida unday tasavvur qila olmasdim. Hozir sal tasavvurim kengaygani sababi Nasaf, Buxoro, Samarqandda ta'lim tizimini ishladim. Shunda aynan bir ikkita narsaga tayandim. Birinchisi, qadimgi kutubxonalarning hujjatlari. Uni faqat o'zimizdan emas, boshqa joylardan ham izladim, topdim. Ikkinchisi, aynan shu madrasalarda ko'chirilgan kitoblar. Bittalab. Ba'zilardan 30 tagacha chiqdi, ba'zilardan 20 tagacha. Yana kutubxonasi bor-da. Endi tasavvur qiling, bunday xazina Buxoroning o'zida 70 dan oshiq bo'lgan. 100 dan oshiqdir balki. Lekin men ma'lumot bera olish mumkin bo'lgan daraja. Bu yakuniy xulosa emas-ku hali. Jarayon ketyapti. Samarqandda ham 40 tacha chiqyapti. İzlasak yana ham chiqadi. Endi Samarqand 18-asrning 1711-1745-yillar o'rtasida juda xarob ahvolga tushib qolgan. Chunki markaziy hokimiyat zaiflashuvdi, Samarqand markaziy hokimiyatga qarshi urush boshlavdi. Bo'ysunmaslik uchun. Ana shunda ko'p kitoblar yo'qolib ketgan, kutubxonalar yo'qolib ketgan. Madrasalar yo'qolib ketgan. Endi qarang, Nasabda ham shunday. Sho'rolar davlati qurilgandan keyin, buni biz Oktyabr inqilobi, Qizil inqilob deb atadik shu paytgacha. Mana shu nom bilan qolganda. Ana shunda Frunze Buxoroga borib hujum qilganda yoki Samarqandga Abramov general gubernator bo'lgan, bosib olgandan keyin ruslar bosqini paytida nihoyatda ko'p qo'lyozmalarimiz kuygan, yo'qolgan, tarqab ketgan. Shulardan yig'ishtirib olingani bu bizning xazina. Hozir men Abdurahim Beruniy nomidagi xazinani aytyapman-ku. Shulardan bular yig'ishtirib, u birinchi Buxoroda to'playdi. Keyin Toshkentga olib keladi. O'sha Turkiston xalq kutubxonasiga beriladi. O'sha joyda bo'lim tashkil qilinadi. Nariyani qarasangiz, juda katta tarix turibdi, fojiali, qonli tarix.